Assalamu alaykum, tordagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Abdumit Xo'ja Abdulla Qaraqash yozgan Zulmatlik tuproq romanini o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda biz Podshohxonning barliq sarguzashtlarini prezidentga so'zlab berganligini, prezidentni qasdlagan qotilning kim ekanligini aniqlaganligini va prezidentning Turkmanistonni qutuldirib olish uchun yordam talab qilgan yerlarini o'qib o'tdik. Endi davomini o'qiymiz. Washingtonning Kennedy aerodromiga Podshohxon maxsus mashina bilan elib kelinyotdi. U hashamatlik mashinaning keyinda o'ltirib, qo'lidagi Amerika fuqarolik salohiyatnomasiga uzundan uzun qarab ketdi. Ondan pasport vizlariga sinchilab qarashga boshladi. Yinida o'ltirgan turma boshlig'i Marshal Hayker Podshohxonning harakatlariga zang solg'ach uningdan bir gapni so'radi. Podshohxon, muavin turma boshlig'i kapitan Jonson sizga salom aytdi. Uning sizdan so'raydigan bir ishi bor ekan. Bilmadim, aytsam bo'larmi? Qulqum sizda, hurmatli marshal, dedi Podshohxon kinishkilarni mayda yanchuqiga salg'ach uningga qarab. Uning bir ishni bilgusi bor ekan, deb kulib ketdi marshal yo'l bo'yidagi egiz binolarga zang solg'ach. Turmada biz sizning salomatligingizni har qatim tekshirganda, menga qon tomiringizda nihoyat kichik o'sma ko'rinadi. Lekin qandoq bo'lib hozirga kelganda yo'qolib ketdi? Podshohxon aslida Chin-Machindagi sirliq kitobdan Abdumalik Zahirining ishini bilish bilan birga yana bir xil o'simlik urug'ining menga qon tomirda vaqtliq qon tomir ko'pishishini keltirib chiqarganligini bilib olgan edi. U Erondagi cheg'ida bu xil o'simlik urug'ini qo'lga tushirib, o'ziga sinab biqib muvaffaqiyat qozongandan keyin Amerikadagi Crown harbiy turmasiga qamalishdan burun bu xil zaharlik o'simlik urug'ini yumshoq kauchuk plastir bilan o'rab, shu peti yutib olgan edi. Keyin turmada uni yaxshi yushirib saqlab, har qatim fasllik yoki yillik salomatlik tekshirganda bu xil o'simlik urug'ini yeb oladi. Urug'ning bu xil ta'siri 2-3 kunda yenib ketadi. Turma boshlig'ining bu savoliga Podshohxon aynan javob berdi, lekin u xil zaharlik o'simlikning ismini aniq aytib bermadi. Marshal oliy janoblik bilan suhbatlashib kunib ketgachga, bu to'g'riliq Podshohxondan bek inchikilab gap so'ralmadi. Mashina aerodromga yetib keldi. Bir qator rasmiyatlar bejirilgandan keyin Podshohxon aeroplanga chiqish oldida marshal bilan quchoqlashib xo'shlashdi. Shu chaqda marshal yana bir ishning unutilib qolganligini his qilib, Podshohxondan chaqchaq aralash so'radi. Do'stim, menga amdi bir ishni deb bering, bo'lmasa yana mening uyqumni qochirsiz. Qaysi ishni deysiz, turum boshlig'i, deb kulib so'radi Podshohxon. Siz iliq kuni oqshimi so'roq qilingan vaqtingizda ko'rinmas aynak tomning orqasidagi odamlarimizning jami 4 nafar ekanligini qandoq bilgan edingiz? Podshohxon bu savoldan kulib ketdi. U bir faraz xolos. Sizmi bilasiz? Men islom diniga e'tiqod qiladigan odam. Qarasam tushlarim shundoq yaxshi. Alloh menga xuddi yaxshilik iltifot qilayotgandek. Bizning yaratquchimizmi faqat bir Alloh. Dinimizning ibodat ahkomlaridimi taqsan asos qilindi. Shunga men u kuni so'roqxonadagi odamlarning soni taq bo'lishi mumkin deb o'yladim. Shuning bilan u 4 odamga meni qatqanda ondan 5 bo'ladi. Uning ustiga mening kichik cheg'imdan boshlab qilgan ba'zi farazlarim ko'pincha to'g'ri chiqib qoladi. Anam buni ko'rib, hamisha sen oy bilan kun bir yerga kelganda tug'ilgan, bundaq kunda tug'ilgan kishilarning o'ynashib mundaqla deb qo'ygan gapimi rost chiqib qoladi. Sen bir tug'ma bishoratchi bolam deb erkiltadi. U kuni men e'tiqod qilgan dinimga odatdan tashqari ishonganligimdan men u ulug' zotga tavakkul qilib ularning 4 ekanligini aytgan. U zot kim edi? Albatta, sizni, bizni yaratgan bir Alloh. Marshal bu javobdan rozi bo'lib kulib ketdi. Ondan oxirgi bir savolni so'radi. Qotilni bilamsiz? Bu savolga Podshohxon eg'zoki javob bermadi. U marshalga oxir qitim beshini lingishdi bildiganligini ishorat qildi. Ondan yana beshini chayqab qo'ydi.
Türme başlığı Marshal Haykir Paşaxanın baş işaretinden hemmini düşendi. U aldıdaki bu Türkmen yigitke cheksiz iftixarlıq nazari bilen qarab, harbiyce salam qilib, uningga bo'lgan cheksiz hurmatini bildirdi. Paşaxanmı Türkmence harbiy salam qilib, Marshal bilen oxirgi qitim xo'shlashdi. Moskvada uning tasviriy suratidan boshqa hech qanday shaxsiy uchuri bo'lmaganligi uchun Paşaxan Turkmaniston zeminiga xotirjam qadam bosdi. Uning ustiga Amerika hukumati Paşaxanning salohiyatini Amerika Timur Roda savdogari qilib o'zgartishdan boshqa Amerika jasuslarining ko'z qarchuq rangini o'zgartishdan iborat eng yangi usulni uningga hadiya qilgan edi. U burunqi saqalsiz qo'y ko'zlik holatidan seriq saqal chachliq ham ko'k ko'z holatga o'zgargachga, uningdan Moskva taraf hech qanday gumonlanishda bo'lmagan edi. U bu bir qancha yil ichida Ostonaning burunqidan ancha o'zgarmaganligini his qildi. Ko'cha ko'ylardagi binolarda yo'q deyarlik o'zgarishdan boshqa, shahar ichidagi avat joylarning burunqida qizib ketmaganligini his qildi. Aslida, yiliqi o'qishlar namoyish harakatidan keyin hukumat Ostonadagi ko'chman turkmanlarni, ya'ni har qaysi viloyat shaharlardan Ostonaga turli tijorat ishlari yoki ishlamchilik bilan shug'ullanadigan turkmanlarni turli bahonalar bilan qo'lga olib, qolganlarini o'z yurtiga qo'g'lashni kuchaytgan bo'lg'achqa, shahardagi turkmanlar nüfusi hassilab azayib, shaharning avatliqmi burunqidan xeyla cho'ldarab qolgan edi. Paşaxan şəhərlik saqçı idarəsinin udulidagi zavodining o'rnini Ruslarning mehmonxona binosi egallaganligini ko'rib, miyiqida kulib qo'ydi. Andin shu mehmonxonaga tushib, adisi atdigan onasi va mo'misining qabrisini yo'qlab bo'lgandan keyin ukisi Tillaxon bilan ma'shug'i Bernaxonning izderigini qilishga boshladi. Paşaxan haftigacha ular to'g'riliq hech qanday yip uchiga erisholmadi. Paşaxanning ko'ngli bearam bo'lib, oqshimi yushuruncha qalandarlar ko'chasidagi burunqi kona uyga berib baqdi. Bu uy shu peti turgan bo'lsa-mu, lekin uy ichidagi saramjonlardan asarmu qolmagan edi. Eshik derizlarini to'g'-to'zon qaplagan bo'lib, bu necha yil ichida bu uyga odamzod oyog'i bosmaganda qiladi. Adsi Paşaxan oxirgi umidini o'zi tug'ilgan heliqi tog' turag'a bog'ladi. Chunki Paşaxan ulardan ayrilish vaqtida Bernaxonga bu joyning yushinishga aplik joy ekanligini necha qitim topilgan edi. Shunlashqa Paşaxan tog' turag'a chiqishning tayyorligini qilmoqchi bo'lib, rastiga qarab mangdi. Tumus issiq bo'lganligi uchun arg'amcha bozordan qaytib o'tib, o'stang bo'yidagi so'gatning soyasida birdam aram olmoqchi bo'layotganda, bir to'p bolalar o'stanga samdishib mangdigan kichik bir eriqni bo'ylab, ala to'plang vaqirishib kelishdi. Paşaxan ko'nglida kichik bolalardan birarsi eriqqa tushib ketgan bo'lsa kerak, deb o'ylab o'rnidan dast turib, eriq bo'yiga berib qaragan edi. Bolalarning eriq ichidagi bir sarang'a chalma kesak etib, "Akam keldi!" deb o'yin qilishayotganligini ko'rdi. Paşaxanning chas saqqallari paqpaygan, kiyimlari haddidan ortiq yirtiq, yuzini butunlay qora bosgan bu sarang'a ichi og'rib, bolalarga achchiqlanib ularni qo'g'lib etdi. Sarang tizg'a keldigan eqin suning ichida turib, bayan bolalar tosh etib yerib etgan jaynikidagi qonni olqini bilan surtishga boshladi. Shu asnoda bolalar yana yugurib kelib, akam keldi!" deb yana u sarangni jili qilishga boshladi. Lekin bu qitim bolalar Paşaxanning eriq levidan ketmaganligini ko'rib, yana qechishib neriga berib qarab turishdi. Paşaxan bolalarga sarangni bo'zaq qilsa yomon bo'ldiganligi to'g'riliq tarbiya qilmoqchi bo'lib, ularga ullik gap qildi. "Uqalarim, bu odamga ishchinglar og'irsin. Qaranglar, uning jaynikidagi zidisiga. Uningmi sizlardek sog'lom bo'lg'isi bor. Endi uni bo'zaq qilmanglar. Oxiratda yomon bo'ldi." "Yo'q, u bir sarang. U bir eriq sarang'i. Uni biz akam keldi deb ataymiz. U atdigandan kechgacha mehnat kiyim bilan eriqdagi suda yurib, akam keldi deb odamni ho' qildirib yetidi. Yaqin suni bulg'aydi." Bolalar tushma-tushdan Paşaxonga cho'qirashdi.
Paşaxan yana zerikmay balalarga sarangni bo'za qilsa, dunyo va oxiratda yomon bo'lganligini tushundirdi. Balalarga Paşaxanning gapi yoqmadi bo'lg'ay, gap tugamasda ular suvga cho'milgili ketib qilishdi. Paşaxan eriq ichida gohi "Akam keldi" deb bir nimalarni davatgan, gohi "Hi" deb yijiyib turgan bu sarangga qarab, o'zining ukisi Tillaxonni esiga oldi. Ulug' Allohim, ukam Tillaxonning elishib qilishiga men sababchi bo'lgan. Ularning dushman qo'liga tushib qilishiga men sababchi bo'lgan. Gunohimni mag'firat qilgin. Mendan ehsoningni ayamag'in. Ularning bor yerini menga bildirgin. Düşman qo'lida bo'lsa yoki biror joyda yurgan bo'lsa, ularning turgan yerini dilimga solg'in. Meni endi qiynamag'in. Mening sening ishkingga berib esilib yig'lashdan boshqa amolim yo'q. Men bir ojiz bandiman. Paşaxan dilida Allohdan tilidi. U sarangning "Akam keldi" degan so'zdan ta'sirlanib, "Tova Xudoyim, mushu mening ukam Tillaxon bo'lib qolgan bo'lsa, u meni ko'rib "Akam keldi" deb vaqirgan bo'lsa, nima degan yaxshi bo'ladi?" deb o'ylab ko'ziga issiq yosh oldi. Paşaxan oyog'ini silivitib, shimini tizig'icha turib, eriq ichida kulib turgan sarangning qishiga yiqillab bordi. Andin sarangning bechara chiroyiga sapsilib qaradi. Paşaxanning yuragi qartda qilib qoldi. Chunki kulib turgan bu eriq sarangning ko'zi ukisi Tillaxonning ko'ziga o'xshab qilyotdi. Paşaxan darrov olqini bilan eriqdagi suvni uchumlab elib, sarangning kirdan qardab ketgan yuziga chechib, uning yuzini yuyib ko'rib boqmoqchi bo'ldi. Sarangmu aksicha kulib yijiyib, Paşaxonga qartib suv chechishga boshladi. Paşaxonning sarangning yuzini bekmu ko'rgisi kelib ketgan edi. Qiyirishqandek sarang eriqqa ingishib to'xtamay Paşaxonga qartib suv chechib, chiroyini ko'rsatmay yotadi. Angacha sarangning yuzdagi kir meynatlar suvning chachirishi bilan yuyilib, uning chiroyi bara-bara aniq ko'rinishga boshladi. "Ah, Xudo, ukam Tillaxonning o'ziga bu." Paşaxonning ko'zidan yosh etilib chiqib, sarangning qo'lini tutib oldi. Ondan uning chiroyiga texmi inchikilab zang silishga boshladi. "Shundoq, bu dal Tillaxon ukamning o'zi. Bichora jinim ukam." Paşaxon sarangni bag'riga besib, uni chin quchoqlab, esankirab yig'lab ketdi. Shunda qilib Paşaxon yada bir tera bir ustixon bo'lib ketgan ukisi Tillaxonni satrashxonaga yetilab opirib, uning soqollarini qirib, chochlarini chiroyli qilib yasatqizdi. Andin boshdan oyoq kiyimlarini yangushlab, aslidagi chiroyli kelishgan Tillaxonlik holatiga yaqinlashtirdi. Lekin Tillaxon ko'rinishda normaldek ko'rinsimi, yanala "Akam keldi" deb og'zini cho'ng ichib kulibla yuratdi. Paşaxon ukisini doktorxonaga opirib, nerva kasalliklar bo'limiga ko'rsatib baqqan bo'lsa-mu, doktorlar uning kasalini davolab saqaytqili bo'lmaydiganligini, balkim kunlarning birida o'zidan o'ngshilib qilish ehtimolligining borligini aytib, ularni quruq yo'lga soldi. Paşaxon ukisi bilan yotoqda bir qancha kun billa turgandan keyin Bernaxonning izderigini qilish uchun o'zi yolg'iz tog' turag'a chiqib qarab boqmoqchi bo'ldi. Chunki u Bernaxonning dushmanlarining qo'lidan KGBning changiliga o'tib bo'lguncha uning allaqachon qichib ketadiganligiga chin pitgan edi. Mingish oldida u Tillaxonni qalandarlar ko'chasidagi kona uyda qoldirib, birasini uningga qaratqizib qo'ymoqchi bo'ldi. Shuning bilan Paşaxon bir 2 hafta uyan buyan chepib yurib, qalandarlar ko'chasidagi kona uyini burunqi holatiga o'xshash qilib saramjallashtirdi. Paşaxon bunda qilish orqali o'zining qalbidagi shahid bo'lib ketgan yigitlarning seg'inish o'tini bosmoqchi bo'layotdi. Shunda qilib Paşaxonning burunqi oilasi butunlay asliga keldi. Shu chog'dagi o'xshaydigan zilchikilam, shu chog'dagiga o'xshaydigan 7 kishilik yotgan ko'rpa, shu chog'dagiga o'xshaydigan uy saramjonlar Paşaxonni necha yilning oldiga boshlab borgandek bo'layotdi. Hatta hoylaga qo'yilgan shotidan boshlab o'z o'rniga silingan tunur, o'gizdagi kaptarxonagacha hammasi 3 yilning oldikiga o'z ayni o'xshatib yasaldi. Paşaxon kona uyga qanmay qaraydi. Yili bu uyga, yili u uyga kirib boqatdi. Mehmonxonadagi 5 kishilik yotgan ko'rpaga qarab, yigitlarni yodiga elib to'xtamay ko'ziga yosh olatdi.
Şundaqdımı Paşşahxan Bərnaxanın izlərigini qilish uchun qat'iy niyatga kelib ukisi Tillaxanni bu uyga boshlab akeldi. Uyga qaraydigan odamni uqishib, uningga nihoyat yuqori haq berib, ukisi Tillaxanni uningga topshirdi, ham shu kunila tog' turaga chiqadiganға yaxshi bir uloq tepish uchun shaharga yaqin bo'lgan bir tog'liq sahroga ot izlab chiqib ketdi. Qattiq yağmur yaqqanlıq səbəbidən tağlıq səhra yolida axşamı yol minish xəterlik edi. Şu səbəbdən Paşşahxan u yerdə bir gün qunub qilishqa məcbur bo'lib qoldi. Qaytishqa intizor bo'lgan Paşşahxan әтісі səhərdila setib olgan nəsillik etini yo'rg'ilatqanicha yağmurga qaramasdan shaharga yo'l oldi. Paşşahxan chinqi tushdan ochqanda Qalandarlar ko'chasidagi uyiga yetib kelib, u uyning oldiga kelib yo'rg'a otni ho'yla ishiki oldidagi kona so'gatga bog'lab qo'yib, yerim yepilgan ishik qantini ochqunicha ukisi Tillaxonni ko'rishga oldirdi. Chunki u kechicha Tillaxonni tushib yotolmagan edi. Paşşahxan hujrasiga kirib Tillaxonning yo'qligini ko'rib, darhol mehmonxonaga chiqdi. Tillaxon u yerdami ko'rinmaydi. Andin oshxona uyga qarab boqdi. Oshxonada necha yilning oldidagiga o'xshash bir qozon go'sht purxushib qaynab turadi. Paşşahxan uyga qaraydigan odamningmi yo'qligini bilib, balkim ular sirtqa chiqatgan bo'lishi kerak deb o'ylab, ho'yla oldidagi ko'chaga chiqib qarab boqdi. Yo'q, ular sirtqa chiqsa ishni bundoq ichib qo'ymas edi. Uning ustiga men ularning sirtqa chiqmasligini nihoyat bek jekiligan tursam, to'xta. Uy ichi, ho'yla aram, hozirda tozalangandek turdi. Qozondagi sho'rpaga soldigan dori-darmakni Tillaxondan boshqa uyga qaraydigan kishimi biladigan bo'lmag'iydi. Paşşahxan bularni o'ylab o'tib, yuragi qartta qildi. Shu chaqda Paşşahxanning darhol o'gizdagi kaptarxonaga qarab boqqisi keldi. Chunki Tillaxon balaliq chaqlarida aksiga qiydi olganda, kaptarxonning oldidagi kona karvatda kaynini qilg'inicha yerga qarab o'tirib oladi. Paşşahxanning yodida buningdan necha yil oldidagi o'zining Jungodan qaytib kelganda ukisi Tillaxonning qiydi olganlik holati shu peti saqliqliq edi. Shu chaqdagi Tillaxon bilan deyishgan gap so'zlarmi uning quloqining tubida yangrab turadi. Paşşahxan cheksiz hayajonlanish ichida shotining baldiqiga putini oldi. Paşşahxonga hozirning o'zida o'giza shundoq egiz, shundoq baldig'i tugmas bilinyotadi. Paşşahxan o'giziga chiqib ko'z oldidagi manzaraga ishonolmayli qoldi. Degandek, Tillaxon kaptarxona oldidagi oftob isingan kona karvatda kaynini qilib beshini yerga sangiltib o'tiradi. Paşşahxan ixtiyorsiz ko'ziga mo'lida yosh ilib, shu vaqtdagi aytgan so'zlarini qayta takrorlab soldi. Tillaxon ukam, men keldim, dedi Paşşahxan ko'zidan taramlab oqqan yoshni surtib turib. Angacha Tillaxonning ko'zidan oqqan sig'inish yeshi uning pokiza qirqilgan soqoldan sirg'ib tushib, kiyimlarini ho'l qilib etgan edi. Shundaqdimi Tillaxon qimirlamasdan o'tiradi. Paşşahxan yugurib kelib ukisining kaynidan quchoqlab oldi. Uning ko'zidan oqqan yosh ukisining mo'risiga yomg'ir kabi tomchilaydi. Ukam, meni kechirgin, dedi Paşşahxan past ovozda ingikini ukisining dumbisiga yiqib turib. Aka, bu senmi? Dedi Tillaxon ko'zlaridan oqqan yoshni yengi bilan surtgach, akasining qo'lini tutib turib. Bu tushim emas-ku, aka. Yo'q, ukam, bu tushing emas. Menga qarg'ina Tillaxon. Sen qarashdan qo'rqaman, aka. Medirlisanma tushimdan uyg'onib ketadigandek. Sen rost qaytib keldingmi, aka? Shunda ukam, endi hech yerga bormayman. Menga qarg'in, chiroyingni bir ko'ray, dedi Paşşahxan ko'zlaridan oqqan yoshni surtib turib. Emisa menga va'da bergin. Ma'qul ukam, sana va'da beray. Tillaxon o'rilib akasini quchoqlab yig'lab ketdi. Bu kunlarmi keldi-kana, aka? Endi bizni tashlab ketmagin. Bo'ladi ukam, endi nega borsam sizni birga elib mangman. Paşşahxan ukisini bekla sevg'angan edi. Ular o'g'zida uzungacha quchoqlashib ko'z ishi qilishdi. U ukisining butunlay asli holatiga kelganligini ko'rib, yuragi yerilgudek xo'shal bo'lib ketdi. Ular o'g'zida uzungacha quchoqlashib ko'z ishi qilishdi.
Mana bu ulug' Allohning Allah yo'lida aka-uka buluşqanlarga bergan yana bir qitimliq katta sovg'ati ham bu xil mehrli ko'rishning kishini hayron qolgudek darajada qayta takrorlanishi edi. Akşamı ular uzungacha uxlamay, cheksiz xushallik ichidagi bu hayajonli minutlarda o'tgan ishlarni eslashib, paranglashib yotdi. Podshohmu beshidan o'tgan ishlarni yepidan yanglisigacha aytib berdi. Shu qitim toponchamdan qandoq bo'lib o'qchi ketganligini bilmayman, dedi Tillaxon eg'ir uf tortib. Qarasam eg'izingdan to'xtamay qon chiqyotidi. Bu holingni ko'rib boshda seni o'lib ketadigan bo'ldi deb o'ylab o'zimni etivlishni o'yladim. Men u ishlarga zodi bardoshlik bera olmadim. Keyin nima ish bo'lganligini bilmayman. Kechicha faqat tushimda mush uyni ko'rib, seni uyma-uy izlab chiqdim. Attiga uyg'onsam mush uyda turibdiman. Lekin ishlar bir xil normal emasdek. Darhol uydagi notunish kishidan bu qaysi chog' deb so'rasam, u boshqacha gap qilib yuriydi. Shuning bilan sirtqa chiqib boshqalardan o'qishib, necha yilning bir minutdek o'tib ketganligini his qildim. Bu jarayondagi ishlardan birimi esimda yo'q aka. Shundoq, sen xotirangni yo'qotding. Bu jarayondagi ishlarni esingga ololmaysan. Esingga ilishingni men xohlamayman ukam. Endi biz vaqtni ching tutayli. Bu yerda uzun turish bizga xatar elib keldi. Ular garchi meni tuniy olmagan bilan seni har vaqt tunib olishi mumkin. Şuna adila ikkimiz ikki yo'l mangayli. Heliqi Burhan Begning yurtidagi mozorliqqa ko'milgan 3 sanduq oltin esingda bormi? Ha, esimda bor. To'q qadalgan qabri ostida-ku. To'g'ri deding. Salasonga Ali Shayx deb uyulgan. Endi uni ishlatadigan vaqtmi kelib qoldi. Oradan uzun yil o'tib ketdi. Shunga sen berib, uning bor yo'qligini uqqin. Men adila tog' tarafga chiqib boqay. Bernaxon manga shu yerda bordakla bilindi ukam. Ko'ngling to'ygan bo'lsa darhol yo'lga chiqqin aka. O'ylab baqsam, Bernaxonning bizga qilgan yaxshiligi oz emaskan. Sening to'yg'ing azaldan xato chiqqan emas. Meningcha, Bernaxon chuqum hayot. U seni shu yerda saqlayotdi aka. Shunda qilib ular yerim kechidan oshganda, andin paranglashishdan to'xtab uxlab qilishdi. Bernaxon bugun akşam tog' turadagi bu kona turalg'usida uyan o'rilib, buyan o'rilib tuzuk uxlayolmadi. Podshohxon garchi bu zimindan ketganiga bir qancha yildan oshgan bo'lsa-mu, lekin Bernaxonga Podshohxon hozirla keldigandek bilinib qilyotdi. Uning yuragi silib borgan sari uyqusi qechishga boshladi. U yostiq ostidagi fosforlik yanchuq soatiga qarab, soatning 3dan oshganligini bilib, o'rnidan asta turib, aynaklik osma chiroqni yoqdi. Andin ko'nglidagi tuyg'usiga asosan chiroqni ko'targanicha putining uchida dassab sirtqa chiqdi. Kechidagi g'oy-g'oy tog' shamoli Bernaxonning yepinchisini silkib, bo'sh chigilgan yog'liqidan chiqib qolgan sumbul chochlarini har yonga pulanlatdi. Hushyor yotgan alabo'ynoq it uni ko'rib quyruqini shipanglashtganicha uning yoniga keldi. Bernaxon alabo'ynoq bilan birga uyning oldidagi quyuq o't bosgan do'nglikka chiqib Podshohxonning keldigan yo'liga qarab turdi. Osmondagi to'lin oymu xuddi Bernaxonning ko'nglini tushangandek butun atrofni kunduzdek yo'ritib turadi. Bernaxon yo'ruq aydinga qaramasdan chiroqning pilikini texmu chiqarib, uni bir qo'lda ko'targanicha do'ng ustida uzundan uzun o'ra turdi. Bernaxonning chiroq ko'tarib olgan bilikidagi iz qo'g'lig'ishni 3 yilning oldida operatsiya qilib ilvatganligi uchun uning bu biliki asalla taldigan bo'lib qolgan edi. U chiroqni yenidagi cho'ng quramtoshning ustiga muqimdab qo'yib, o'zi yondagi kichik quramtoshga kelib o'ltirdi. Ala bo'ynoqmu Bernaxon bilan tang quyruqini shipangshitib, uning yeniga kelib o'ltirdi. Bernaxon uning bu xil umoq harakatidan zo'qlanib, uning beshini silab, uni erkilatdi. Tuyuqsiz ala bo'ynoq oldi tarafga beshini so'zib, bir ishkini qavab qo'ydi-da, ushqandek yugurib ketdi. Bernaxon ala bo'ynoqning bundoq yugurib ketishidan Podshohxonni qaytib keldimikin deb o'ylab qoldi. Chunki uning necha yildan beri Podshohxonga saqlayotgan yuragi 2 haftadan buyon mushunda ritimsiz so'qiyotdi. U xushalligidan qoram tosh ustidagi chiroqni qo'liga ilib, egiz ko'tarib 2 yonga yenik pulanglatdi.
Pashshaxon Iroqdagi to'pilikda Barnaxonning o'ziga saqlab chiroq ko'tarib turganligini jazmlashtirib, etiga qamcha soldi. Angacha alı bo'yna quyrug'ini shipangshitib uning oldiga kelib bo'ldi. Allohning qudrati haqiqatan cheksiz edi. Odam tunmaganni it tunuydi emasmi? Pashshaxon otdan sakrab tushib, ala bo'ynoqni quchog'iga ilib uni erkilatdi. Öz vaqtidagi inik ana setibetken qara bo'ynoqning nasldan bo'lgan bu ala bo'ynoq garchi Pashshaxonni tunji qitim ko'rgan bo'lsa-mu, lekin uningga quyrug'ini shipangshitib yiqinchilik qilib erkilayotdi. Pashshaxon yana etiga minib sur'atni tezlatdi. Saqili pokiz qirılgan, asli holatdagi Pashshaxon ko'rishmagili necha yil bo'lgan ma'shug'i Barnaxonni yiroqdan ko'rib, otdan sakragunicha uning oldiga yugurdi. Aşığının dərdində tula yığılab közünü ayrılay deb qalğan Barnaxonmu yaşlarını marjandek aqqızıb özünü Pashshaxonning bag'riga atdi. Pashshaxon Barnaxonni quchog'iga ilib to'g'risiga ko'tarib oldi. Barnaxonmu erkilgindan ikki qo'lini Pashshaxonning bo'yniga gira silib olgan edi. Barnaxon uning quloqiga eg'izini yiqib turib, namoz vaqtining bo'lib qolganligini, o'zining sura Yasin qiroatini bekla anglag'usi barliqni pichirledi. Buni bilgan Pashshaxon kuchga to'lgan bir qo'lida Barnaxonni quchoqlaganicha yerdan dast ko'tarib ilib, yana bir qo'li bilan kayniga kirib olgan ala bo'ynoqni ingishibla o'g'isiga bog'lab qo'ydi. Ondan Barnaxonni ko'targanicha xushbaroq tarqalib turgan uyning ichiga akirdi. Pashshaxon bag'riga ching besib olgan Barnaxonni supa ustidagi tula namoz o'qilib upurg'indan yirtilib ketay deb qolgan jay namozning hiniga o'ltirg'izib qo'yib, o'zi jay namozda yukinib o'ltirdi. Ondan Qur'onni maydisiga tingib, Qur'onni arqa-arqadan suyib ketdi. Bu bir jup aşık məşuqning bir-biriga bo'lgan muhabbati, rahmat shukri yuzidan Allohga yig'ilgan ko'z yoshlari samoviy olamda yurayotgan farishtalarning diqqatini tortib. Ular bas-basda munozirga tushib, bir-biridan so'rashdi. Bu joyda burunmu bir jup yosh mana shunda qusida ko'rishatdi. Bularning gap so'zimi, harakatimi shularnikiga o'xshab qilyotdi. Bular zoti kimlardi? Bu çağda yana bir farishta pixildab kulgunicha changildab ketdi. Kim bo'ladi? Turkmaniston xondanligining bossang'uni Allohning azizi ashu Pashshaxonning do'stlari Yavuzbek bilan Malika Kunchijakning farzandlari emasmi? Ular shu an bu xo'sh xabarni behish bog'da sayli qilayotgan ikki oshiq ma'shuqqa, ya'ni Yavuzbek bilan Malika Kunchijakning ruhiga yetkazishdi. Aşık məşuqlar ruhlar bunu anlab, dərhal qol tutuşqınınca özlərinin yürək parlarını körüşkə aldırdı. Ular Pashshaxon bilan Barnaxonning jaynamozda o'ltirib Allohni zikr qilayotganligini ko'rishib, ko'zlariga yosh oldi. Ondan o'zlarini o'rib olishgan farishtalarga, "Ular bizning farzandlarimiz bo'ldi" deb faxrlanguncha unlik aytishdi. Shu chaqda inik ananing ruhi qayoqdadir paydo bo'lib kelib, "Yo'q, ular mening'u" deb kulgunicha Malika Kunchijakning peshonasiga so'ydi. Mushu tapning o'zida Pashshaxonning kishining yurak tarini chekadigan Sura Yasinning mungluq qiroati tog' dalalardan eshib, butun Turkmaniston zaminini hayratda qoldirib. Eg'ir uyqudagi yuraklari shikastlangan bu xalq Pashshaxonning qalblarga rohat beradigan qiroatini tinglab, zulmat qorong'uda yana bir qitim chiroqlarini asta-asta silishtirishga boshladi. Xotima. Shundan e'tiboran dunyodagi eng rahimdil va eng rahimsiz bo'ri yurak yigit Pashshaxon boshchiligidagi Turklar ittifoqi zulmat basqan Turkmaniston zaminidagi mustaqillik harakatini bir minutmi to'xtatmadi. Turkmanistonning ko'cha-ko'ylari o'z yurtiga ketishni xohlamay, Turkmanistonni azaldan Rossiyaning o'z zamini degan shuarga ishinib ketgan ahmaq rus puhralarining, shundaqla millatchiligi chekidan oshgan rus amaldor harbiylarining qiniga bo'yaldi. Shehidlarning qini daryo bo'lib oqdi. O'zini dunyoda tangdossiz chaqlab, boshqa millatlarni o'ziga biqindi qilishni maqsad qilgan bu takkabur rus hokimiyati mustamlika rayonlardagi uzluksiz ilib berilayotgan partizanlik urushlarning zarbasidan
Kündün kunga halsirashqa boshlab bo'lolmay qoldi. Uning ustiga sonsiz begunohlarning xun qarziga bo'g'ilgan Sovet hokimiyati Amerikaning nihoyat ustadlik bilan boshlagan harbiy hozirliklar jangiga bardoshlik berolmay 1990-yili parchalanib oxiri uzil-kesil mag'lub bo'ldi. Shundan keyin sobiq Sovet ittifoqi mustamlika rayonlarining hammasi bir-birlab mustaqillik e'lon qilib, insoniy yashash huquqini qo'lga keltirdi. Shundaq qilib bu zulmatlik tuproq degan roman tugidi. Yoqtirib anglag'iningizlar uchun rahmat. Xayr xo'sh.